Assalomu alaykum vatandoshlarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman hammalaringizni. O'zbekistonimizda ana qilib, meni ham quvvatlab, qo'llab turgan bo'lsanglar, sizlardan bir narsa so'ramoqchi edim. Oltin, kumushlari qanaqa bo'ladi deyishadi bir xillar. Mana shu kecha bankada qilgan ishlarimni ko'rsatdim, mana arzorga chiqardim. Mana o'sha narsa hozir ko'rsataman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha narsa yaxshilab yuvdim, mana ko'ryapsizlarmi? Undan keyin kumushni qanaqa oladi deydi. Mana kumush. Mana ko'ryapsizlarmi? Kumushni qanaqa olishni ko'rsanglar, uni ham arzorga qilib chiqaraman kumushlar. Mana hozir o'lchaymiz kumushni ham. Ancha qilganimni ko'rsataman. Bir просто men ikkita donasini ko'rsatyapman sizlarga. Tamom. Mana qarang. 5 grammi 77 chiqyapti. Endi mana qarang, 00 turibdi, 00. Endi bunisini taylayman. 323 chiqyapti gram. Endi ikkalasini qo'yamiz. 899 chiqyapti. Past 9 gram chiqyapti mana. 9 gram chiqyapti. Ko'rdinglarmi? Xalqim, kumushni. Mana shu qo'limda ishlab turgan oltinlarim mana shunday telefonlardan chiqadi. Mana ko'rib olinglar. Telefonlarni kimga bermanglar boyliklaringizni. Mana ko'ryapsiz. Men arzor qilib ko'rsatib berdim. Mana shunda tayyorlashdi. Azotni topolmasanglar, limonni prikirishdi, vodorod anonsini ham ko'rsatib boryapman. Mana oltinlar qo'limda turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bankada tayyorlaganim mana shu narsa bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi? Kichkina, juda bo'ladi, normalniy bo'ladi. Mana sizlarni hammalaringizni yaxshiman kutib qolaman, quvvatlab qo'llab turganlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham shunday boyib ketinglar. Allohim, men qizg'onmayman. Allohdan yo'shintirmaganman, bandadan yo'shintirmayman, o'rgatishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Renat Qozi. Kommentariyaga faqat yozmanglar, ovoz xabar taylaylar. Men yozishga, o'qishga vaqtim yo'q. Ovoz xabar taylaylar, men atvis qaytaraman. Millionta odam kiradi, men qaysi birini aniq qilishga, o'qishga ham vaqtim bo'lmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana oltin. Kimga shunday narsa qiziqish bo'lsa, mana pazalista, mana internetda kuzatib borayotgan bo'lsanglar, shu bilan aniq qilinglar, shug'ullaninglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kutib qolaman gaplaringizni.